Yong'oq bargining ikkita eng zo'r xususiyatini aytib o'taman birodarlar. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Birodarlar, agar sizda saxrin diabet bo'lsa, agar saxringiz oshib ketayotgan bo'lsa, birodarlar, mana shu yong'oq bargidan quritib, bir choy qoshiqini 200 gram damlab, yarim soat, 200 gram ertalab, 200 gram kechqurun iste'mol qilsangiz, qondagi qand miqdorini uy sharoitida pasaytirib beradi. Agar qoningiz quyuq bo'lsa, qonni suyuqtirib beradigan xususiyatga ega birodarlar. Uy sharoitida bepul maslahat. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Kitobdan olib aytyapman. Ikkinchisi, agar parazitlar, gijjalar bo'lsa, bolalarga, yosh kattalarga, buni bargini quritib, bir choy qoshiqini 200 gram damlab, 200 gram ertalab, 200 gram kechqurun iste'mol qilinsa, manaman degan gijjalar, parazitlarni tushirib beradigan xususiyatga ega birodarlar. Qilib ko'ring, hamma joydan topsangiz bo'ladi hozir. Buni bargini yulib olib, quritib qo'ysangiz ham bo'ladi, qishga kerak bo'ladi. 3 kunga natija beradi. Saxringizni normallashtirib beradi. Gijjalar bo'lsa, parazitlar bo'lsa tushirib beradigan xususiyatga ega. Mana manzara birodarlar.